qo'ydimmi? Nima uchun turib ketardingiz? Ana u nihoyatda so'kdi, haqorat qildi, nima desa dedi. Indamasdan o'tirgan paytimda o'tirdingiz. Unga javob qaytarsam turib ketib qoldingiz. Nima bo'ldi deb boisini so'radilar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki: "Ey Abu Bakr, ana u fosiq seni so'kayotgan paytida, seni haqorat qilayotgan paytida, ustingdan bo'xtonlar, tuhmatlar ig'vo qilayotgan paytida sen indamasdan turding. Bir farishta keldida unga javob berib turdi fosiqqa. Ya'ni sen Abu Bakrni nima deb so'kayotgan bo'lsang, sen o'zing shunaqasan deb javob berib turgan edi. Farishtani ko'rib maza qilib turgan edim go'yoki. Sen o'zing sabr qila olmasdan unga javob berishni boshlagan eding, farishta qochib ketdi. O'rniga shayton keldi. Seni ham vasvasa qila boshladi. Javob ber deb. Ikkalayni urishtirish uchun harakat qildi. Shayton bor joyda men bo'lmayman, shuning uchun turib ketdim dedilar. Shundan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu og'izlariga tosh solib yurishni odatga aylantirdilar. Nimaga? Bitta mana fosiqga javob berib qo'yib shuncha gunohga botdim.